Hammaga assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 16-may. Mani ismim Shohjahon, familiyam Eshniязов. Bu 4-darsimiz. Bu darsni ko'rishdan oldin обязательно 2-darsni, 3-darsni ko'ringlar. Telegram gruppamda bor. Kanalni ko'rib olib, keyin bu darsni ko'rishinglarni maslahat beraman. Bu yerda biz buy yoki sellga kirishni o'rgataman, tushuntirib ketaman hozir. Bizga kerak bo'ladi WoFix trade platformasi. Mana shu platforma. Xo'p, esinglarda bo'lsa, 14-may kuni adashmayotgan bo'lsam, 3-dars yuborganimda mana 14-may 2026-yil 12:00 dan 30-may 2026-yil 12:00 gacha analiz qilgan edik va 4699.51 necha chiqqan edi reaksiya oladigan narx bo'lib. Mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi, reaksiya oladigan narximiz. Ya'ni mana bu ikkalasi trend edi. 4636, 4617 bundan o'tdi уже. Bundan o'tdi. Hop, qiymat o'zgardi. Endi bizga kerak bo'ladi 4-darsimizda M30 time frame. Aslida eslab qolinglar, haqiqiy bozorda hech qanaqa time frame yo'q. 99 da tursa bo'ldi. 51 50 anaqasi virguldan keyin anaqa muhim emas u, asosiy qiymati. Xo'p, aslida haqiqiy bozorda time frame yo'q. Shuni eslab qolinglar. Sababi bozorda real narx bor, qiymat bor, bo'ldi. Real vaqt bor. Tamom. Tarix ham bor, tarix yo'q emas, lekin mana bunaqa time framelar faqatgina bu vizual formation. Mana bu featurelaring hammasi bu faqat formatsiya. Xo'p, M30 kerak bo'ladi bizga. Mana shu joyida hozir misol uchun bozor selda. Trend sell. Biz buyga analiz qilishimiz kerak. Misol uchun bizga kerak bo'ladi kalkulyator, har doimgidek. Xo'p, hozir aslida chizmachilik yo'q bozorda. Men sizlarga tushunarli bo'lish uchun, sizlarga ko'rinish uchun men liniya qo'yaman majburligimdan. Bizga kerak bo'ladi eng oxiridan birinchi narxi qaytishi, ya'ni qiymatning qaytishi. Qilamiz. Biz mana shuni yashil qilaylik-da. Ko'rin 4511.70. Mana bu yerga yozamiz. 4511.70 yozdik, qo'shamiz. Endi keyingisi kerak bo'ladi bizga ikkinchi, ya'ni narxni, qiymatni qaytishi mana. Buni ham yashil qilamiz. Mana zеленый. Buni ham 2x qilamiz. X qilaylikmi? X qilamiz. 4532.06. 4532.06 qo'shamiz. Biz hozir buyga signal qidiryapmiz, esinglardan chiqmasin. Undan keyin bizga kerak bo'ladi uchinchisi. Ya'ni uchchi biz mana buni ham olsak bo'ladi, lekin biz olamiz mana buni. Aniqroq chiqish uchun. Bir-biridan narxi orasida farq bo'lsin deb turib. X yashil mana. Bu bo'lyapti 4556.98. 4556.98 teng qilamiz. 13674 chiqdi. Endi qaranglar. Biz buni bo'lamiz 2.98 ga. 4564.00 chiqdi mana. Birgina 01 chiqadi endi. Xo'p, bizga kerak bo'lyapti 4564.00. Mana endi bu 4564.00. 63-64 mana. Buni och yashil qilamiz. 4x qildik buni. Mana bilan o'chirib tashlaymiz endi, bizga bular kerak emas. Biz hisoblab bo'ldik chunki. Ya'ni 4564.39 ga kirganda, narx qaytganda, mana shu narxga kelganda biz nima qilamiz? Biz buyga o'sha kirishni harakatini qilamiz. Mana shu narxga kelganda 4564.39 ga qiymat kelsa agar, kelmasligi ham mumkin, dalish ketishi mumkin. Hozir men bozor yopiq bo'lgani uchun ham vaqt ajratib o'rgatyapman sizlarga. Xo'p. Mana bu yerga kelsa biz buyga kiramiz. Buyga kirdik. Narxi keldik deylik. Buyga kirganimizdan keyin xo'p, bizga stop qanday hisoblanadi? Stopni hamma har xil qo'yishi mumkin. Lekin biz qanaqa hisoblaymiz stopimizni? 4564 mi? Birinchi take'iz 4674 bo'lsin. Birinchi take'iz. Xo'p, stopizchi, stop qancha bo'lishi kerak deydiganlarga, stop 4564 bo'lsa, 4559 ga stopni qo'yasiz.
Iltimos buni faqatgina demoda test qilinglar. O'zinglarga moslashtirib olgandan keyin realga kiradi. 4559 ga stop qo'ydik, 4574 ga tek qo'ydik. Xo'p, narx agar 4574 ga emas, 70 ga keladigan bo'lsa yoki 65 ga keladigan bo'lsa, biz bizu-bitga qilamizda avtomatik tekimizni surib olamiz. Keyin o'sha 84 ga suramiz. 84 ga suramiz. Stopimizni esa stopimizni ham ko'tarib qo'yamiz 69 ga уже. Stopimizni 69 ga ko'tarib qo'yamiz. Ya'ni shunda bizu-bitga bo'ladi-da, bizu-bitkamizni oldiga, грубо говоря. Xo'p, shunaqa ketaveradi dalishi. Shunaqa ketaveradi dalishi. Endi xo'p, bozor qaytmasligi ham mumkin bu yoqqa. Hozirda men bayi analizini ko'rsatib berdim sizlarga. Bozor qaytmasligi ham mumkin. Sababi qaranglar nimaga? Biz olgandik 4699 dan reaksiya oladigan narx qilib biz analiz qilganmiz. Mana bizga 4427 ga kelgandan keyin biz mana bu analizimiz buziladi. Biz boshqatdan hisoblaymiz. Yoki 4972 ga kelgandan keyin. Buni ichida ham yurishi mumkin. Narx buni ichida ham yurishi mumkin. Endi xo'p, hozir bay'i ko'rsatdim qanaqa hisoblashni. Endi selni ko'rsatib beraman. Sel uchun mana WolfFX Trade platformasida mana bu knopkani bitta bossanglar, mana bu knopkani bosgandan keyin TradingView ga o'tadi. Xo'p, WolfFX Trade platformasida bizga bu yoqda ham emots kerak bo'ladi. Endi selga qidiramiz. Xo'p, selga majburmiz. Hozir real vaqtdan emas, o'tgan narxdan, ya'ni istoriyadan olamiz, majbur bo'lganimiz uchun. Kalkulyatorimiz turibdi, mana o'sha hisob-kitoblarimiz. Bu bay'iki 4564. Endi bizga kerak bo'ladi. Biz selni ham topishimiz kerak, to'g'rimi? Sel ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Endi bizga bu uchun kerak bo'ladi Horizon Trade. Xo'p, istoriyadan hisoblaymiz, chunki majburmiz. Realda hozir unaqa ko'rmayapmiz. Xo'p, bizga birinchi kerak bo'ladi narxning qaytish qiymati. Selga qaytish qiymati bayga emas. Xo'p, mana buni krasniy qilamiz. 4772.58. 4772.58 bunga qo'shamiz. Bunga qo'shamiz. Xo'p, ikkinchisini, ikkinchi narx qaytishini selda. 4763. 82. 4263.82. Bunga qo'shamiz endi yana. Birinchisini mana. Uchinchisi to'g'riroq. 4753.81 bo'lyapti. Qo'shamiz 4753.81 teng 14290 chiqdi. Qaranglar, boya 298 ga biz bo'lgan edik. Biz endi bu yoqda nechaga bo'lamiz? Nima bo'lyapti? Biz bu yoqda 3 ga bo'lamiz. 4763.403 chiqdi. 4763. Gorizontal liniya qani endi? 4763 topib olish kerak bu yerdan. 4763.4 chiqdi. Hop, mana. Bu 65 ga olib qoldik. 63 to'g'ri. To'g'ri. Endi bizga kerak emas mana bu. Buni biz hisoblab bo'ldik. 3 ga bo'lib bo'ldik. Buni o'chiramiz. Buni ham o'chiramiz и plus qizilni ham o'chiramiz. Biz topib oldik mana shu narxni. Biz albatta qachon buni topamiz? Qachon topamiz buni? Qachonki uchta narx arzonlashish bo'lgandan keyin, shakllanib bo'lgandan keyin, qiymat narx aniqlanib bo'lganimizdan keyin, o'z-o'zimizdan emas, vozdухdan emas. Narx arzonlayapti chunki. Boya bayda esa narx qimmatlashgandan keyin topdik, qidirdik. Bu nima o'chmayapti endi? Ko'p chizib qo'yibman-ku. Sharmanda. O'chirishdan chiqib qolibdi mana. Buni qanday o'chirar ekan? Bundoq qildim. Brush ustiga bosdim. Yana bitta bossam, tabib chizilib. Hop. 4263 to'g'ri. Ming bor uzr. To'g'ri tushunasizlar. Men tradingni shunaqa ishlatmayman. 4764 qani endi? 63 62.59 63 to'g'ri. Mana 63 ga qo'ydim.
Hop, bizga kerak bo'ldi. Endi bu yerda stopni qanaqa qo'yamiz, tekni qanaqa qo'yamiz? Biz bu yerda, stopni qanaqa qo'yamiz e'tibor beringlar. 4759 ga, ey, adashdim, uzr, ming bor. 4769 ga stopni qo'yamiz biz. Bunimiz stop bo'ladi. Qizil. Endi tekni qanday topamiz deydigan bo'lsanglar, birinchi tekimiz bo'ladi 4753 telga. Birinchi tekimiz bo'ladi. Endi narx 4763 dan 4763 dan agar 4750 ga, 57 ga yoki 58 ga tushadigan bo'lsa, biz avtomatik buni 4753 imizni 4742 ga surib qo'yamiz. 43 ga, 4743 ga surib qo'yamiz. Bizubitkamizni avtomatik tushiramiz nechaga? 4750 ga tushirib qo'yamiz. Bizubitka bo'ladi. Mabodo urgan taqdirda ham biz 001 dan ochganimizda хотя бы adashmayotgan bo'lsam $6 foyda bilan yopiladi сделка. Agar tekka yana yaqinlashadigan bo'lsa narx, biz tekimizni yana surib ketaveramiz. Keyin уже 33, 23, 13 ketaveradi bu yog'i. Unchalik qiyin emas, unchalik qiyin emas. Xo'p, endi qiziq anaqa bor, boya bayimizni katta hisobladik. 4564 dan biz bayga olishimiz kerak edi. Xo'p, 4564. 4560. Buni yashil qilamiz. X'ni qo'yamiz, 4 ga qo'ymaylik. Mana shu yerdan bayga olishimiz kerak. Bozor hozir yopiq. Bozor ochilsa gap bilan selga ochilishi mumkin, bayga ochilishi mumkin. Nima значение? Xo'p, bizga biz sel qidirganimizda, boya sel qidirganimizda men majbur bo'ldim. Tarixda mana bu yerdan oldik. Mana bu yerdan oldik, majbur bo'ldik. Lekin aslida biz real vaqt bilan uchta qaytish narxi, ya'ni narx arzonlash shakllanganidan keyin selga qidiramiz. Bayda xuddi shuni nabaroti. Bayga xuddi aytib o'tganimdek, uchta narx qo'shganimizdan keyin 2.98 ga bo'lamiz. Selni 3 ga bo'lamiz. Tushuntirib oldimmi? Enter'ning eng oson yo'li. Mayli, demoda test qiling, o'zingizga moslashtiring, o'zingizga shakllantiring bu narsani. Buni hammasini asosi hisob-kitob. Hech qaysi biri havodan, vozdухdan olinayotgani yo'q. Shunaqa. Plus iloji boricha bozor ochiq payti real vaqt bilan analiz qilinglar. Bu основной M30 uchun, M30 uchun bu. Chunki men sizlarga sekin-sekin o'rgatib boraman. Xo'p, buni M15 da ham ishlatsanglar bo'ladi. M15 da ham ishlatsanglar bo'ladi. M5 da ham ishlatsanglar bo'ladi. Faqat qachon M30 da bo'lmadi deganda sizlar real vaqt bilan back test, balobatlar bilan emas, real vaqt bilan bo'lmadi deganda 15-20 ta enter bayga selga kirib chiqqaninglardan keyin demoda bor qilinglar. Atayin mana demoda zapis qilyapman. Undan keyin xuddi shu hisob-kitobni M15 ga, M5 ga o'tkazasizlar. M1 da ishlatilmaydi bu narsa. M15, M5 ga o'tkazib hisoblaysizlar. Buni eslab qolinglar. Bu juda chuqur narsa. Buni birinchi demoda yaxshilab test qilib olinglar. Ana undan keyin real o'zingizga moslashtirib bo'lganinglardan keyin M15, M5 da keyin realga o'tasizlar. Judayam sodda, osonroq tushuntirib ketyapman. Shunaqa. Keyin bugun men video qo'ydim Instagramga, shu nimaga o'rgataman. O'zim ham savdo qilyapman, savdomni ko'rib borish mumkin deb. Savdoni qanday ko'rish mumkin? Bu FX Trade platformasida любой demo shoti bor odam, real shoti bor odam nusxa savdoga o'tadi. Tafsilotlar degan joyi bor. Bitta tafsilotlarni bosadida, shu yerda mana bu yerda yopilgan pozitsiyalar bor. Yopilgan pozitsiyalarni mana ko'rsanglar bo'ladi hammasini. Mana savdoyimni. Ochiq bo'lsa, ochiq pozitsiyalarda turadi. Hozir ham bitta сделкам bor. Bugun shanba bo'lganiga bu ko'rinmayapti bu yerda. Dushanbadan ko'rinadi bitta сделка. Mana bu yerda hamma yopiq сделкаlar ko'rinadi. Ochilish narxi, yopilish vaqti, hajm, ob'yomi hammasi ko'rinadi. Men qilayotgan savdonim 1.08
Xo'p, o'ziga ishongan har qanday treyder copy trade'ni yo'lga qo'yishi mumkin. Biz qarshiligimiz yo'q. Xo'p, undan keyin mana bu yerda yangiliklarni ko'rsanglar bo'ladi. Kutilayotgan voqealar, mana bossanglar chiqib kelaveradi. Hamma sananiki bor bizda. Xo'p, bu yerda yangilikni o'qisanglar bo'ladi. Yangiliklar ingliz tilida, platforma o'zi o'zbek tilida bo'lgani bilan. Xo'p, hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Maksimal harakat qildim, sodda, oson tushuntirishga. Hammanglarga rahmat.